Salom nomradiylar, assalomu alaykum. Bugungi videomizda biz sizlar bilan o'tgan haftadagi va bugungi juda ham qiziqarli janglarni va xabarlarni muhokama qilamiz. Demak, bugun kichkina turnircha bo'lib o'tdi. UFC Fight Nights, UFC Vegas deymizmi, xullas, mana shu turnir bo'ldi. Ushbu turnirda bizni juda ham kutgan jang bu albatta Nursulton Ro'zboyevning jangi edi. 3 raundlik jang davom etdi va to'g'risi 2 va 3-raundni Nursultonga berishdi sudyalar. To'g'risi juda ham ko'pchilik tanqid qildi, zerikarli jang bo'ldi yoki bunaqa deb. To'g'ri, hamma o'rganib qolgan Nursultonni nokautlar bilan yakunlanishiga, lekin jang yomon bo'lgani yo'q do'stlar. Qiziqarli bo'ldi haqiqatda. Nursulton umuman olganda qiziqarli, aniqrog'i og'ir jangchilarning ustidan, yaxshi jangchilarning ustidan g'alaba qozonmasa, keyinchalik chempionskiy jangga tayyor bo'lmaydi. Shuning uchun men bunaqa janglar ham kuchaytiradi. Zo'r bo'ldi jang. Shuningdek, jangdan so'ng Nursulton albatta Bonikalni jangga chorladi. To'g'risi ularning jangi yana ham qiziqarli bo'ladi. To'g'ri qildi mana shu jangchini jangga chorlab, chunki uje qanaqadir to'pov jangchilar bilan, taniqli jangchilar bilan jang o'tkazish vaqti kelyapti sekin-sekin. Bonikalning rekordlari ajoyib, 7-1, bir marta mag'lub bo'lgan, yaxshi ketmoqda. Juda ham yosh jangchi, 96-yil. O'shanga Nursulton bu jangchini o'tsa, yana ham yaxshigina taniqli to'pov jangchilarga duch kelishga majbur bo'ladi. O'shuning uchun mana shu jangni kutamiz. Qaysi sanaga, qaysi turnirga mo'ljallashadi, Dana White xabar beradi o'zi sekin-asta va biz ham xabar beramiz shu kanalda. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Charchamay. Rahmat katta tabriklar uchun bo'ydan oldin ham omad tilab, ko'pchilik yozdi. Hamma yo'qni ko'rdim. Endi biroz uspet qila olmadim. O'zingizlar to'g'ri tushunasizlar. Bo'yda ham o'tkazdik, hozir keldik o'zimiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Addushi Xudo xolasa bitta javob qaytarishga harakat qilaman, nasib bo'lsa. Rosa xursand bo'ldim ko'rib, tabriklarni, SMSlarni ko'rib. Hammanglarga rahmat katta, doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu bitta SMSga javob qaytara olmasam, xafa bo'lib qolmanglar-da. Nasib qaytaraman hammaga. Sog' bo'linglar. Janglarni boshlashdan oldin bonusga ega bo'lishingiz mumkin. 5 milliondan 10 million so'mgacha Telegramga o'tib, havolaga o'tib, iPhone promokodini yozsangiz, omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin bonus olib. Faqat bu omad, ehtiyot bo'lamiz. O'shuning uchun kommentariyada havolada bor, kiramiz va hammalarga omad. Bu turnirdagi asosiy jang ham juda ham ajoyib yakunlandi. Men ko'rishni tavsiya etgandim. Bu Gilbert Burnsning jangi va Michael Moralesning jangi. Burns birinchi raundda nokautga uchib ketdi. Mana bu Michael Morales esa juda ham yaxshi ketmoqda hozir do'stlar. Juda ham chiroyli jang bo'ldi. Ya'ni Moralesning hozirgi rekordi 18-0 do'stlar. Juda ham chiroyli ketmoqda. Kelajakda albatta taniqli va yanada kuchli jangchilar bilan ko'rishga harakat qilamiz bularni. Xullas, gap bo'lishi mumkin emas. Gilbert Burns esa mana muvaffaqiyatsiz karyerasida omadsiz paytlar boshlandi. Morales esa уже 6 marta UFC'da jang o'tkazib g'alaba qozondi. Keyinchalik уже chempionlik janglarga ham tayyor deb o'ylayman. Biz yo'q paytimiz juda ham ajoyib janglar aniq bo'ldi do'stlar. Birinchidan Islom Maxachev vakant qoldirdi yengil vazndagi kamarlarini. Chunki u yerda to'g'risi jangchi qolmadi. Islom Maxachevga to'g'ri keladigan. Aytishlari mumkin Tapuriyachi deb, u вообще kichkina, unga hali bor xullas Islom Maxachevga. Xullas tashadi, Ilya Tapuriya va Charles Oliveirani jangi 28-iyunga to'g'rilandi 317 UFC turniriga. Bu turnir mana bu janglardan iborat, ko'rib turibsiz, ism familiyalarini, jangchilarni. Eng qizig'i Sarukan chetga umuman surilib ketdi. O'zi aslida Tapuriyaga Sarukanni berish kerak edi deb o'ylayman to'g'risi. Lekin nimagadir Sarukanni unutishdi. Bir tarafda to'g'ri ham qilishdi, chunki Sarukanga mana imkoniyat berildi, lekin o'zi отказ qiyordi jangni. Maxachev Madalina bilan jang o'tkazishi kutilmoqda. O'sha Bilol Muhammad uchun 3 olishi, xullas mana shuni kutyapti tomoshabinlar. Bilmadim qanaqa ko'rsatadi Maxachev o'zini bu vaznda, ko'ramiz nima bo'ladi. Menimcha mana shu vaznda 1-2 ta jang o'tkazib, sekin karyerasini tugatsa ham bo'laveradi. Do'stlar, yana bitta ajoyib xabar. Bu 28-iyul kuni Abu Dabida Fight Nights turnirida Ramazan Temirov va Asu Almabayev jang o'tkazadi. Ularni rekordini bilsanglar kerak, aytish shart emas. 21-3 Asu Almabayev, 19-3 Ramazan Temirov. O'shuning uchun bu jangni kutamiz do'stlar. Juda ham qiziqarli bo'lishi kutilmoqda va Asuni birasa kurashi yaxshi, Ramazonni stoykada boksi yaxshi va bu stillar to'qnashuvi bo'ladi. Kutamiz. Kim kuchli bo'lsa o'sha g'alaba qozonadi. Siz kimga balet qilasiz? Izohlarda yozinglar. Hammalarga xayr.